Pokiston ulamolari ham Isroilga qarshi jihod fatvosiga qo'shilishdi. O'zbekistonliklarni haqorat qilgan TikToker qamaldi. Boj urushlarida g'olib bo'lmaydi. Si Zinpin. Assalomu alaykum. Efirda jarayon ko'rsatuvi. Pokiston ulamolari Isroilga qarshi jihod fatvosiga qo'shilishdi. Biz bu yerda emas, bugun G'azoda yig'ilishimiz kerak edi. Ummat islomning birinchi qabilasini himoya qilayotgan mujohidlar uchun deyarli hech narsa qilmadi. Besamar qarorlar va konferensiyalardan ortmayapmiz. Aslida musulmon davlatlarning qo'shini va qurollari nima uchun kerak? Bu Pokistonning mashhur ulamolaridan biri Muhammad Taqiy Usmoniyning fikrlari edi. Muftiy Usmoniy Isroil ishg'oliga qarshi jihod barcha musulmon hukumatlari uchun farz ekanini ta'kidladi. Unga ko'ra, bugun barcha musulmonlar yashovchi davlatlar mas'uliyatni o'z zimmalariga olishi va har bir musulmon o'z hukumatidan buni qat'iy talab qilishi lozim. O'zbekistonliklarni haqorat qilgan TikToker qamaldi. Ijtimoiy tarmoqlarda Abdulloh nomi bilan tanilgan Valeriy Yugay qamoqqa olindi. Toshkent viloyati Ichki ishlar bosh boshqarmasining ma'lum qilishicha, Yugay 2024-yilning oktyabr-noyabr oylarida Janubiy Koreyada bo'lgan paytida o'z sahifalari orqali o'zbekistonliklarni haqorat qilgan. Milliy qadr-qimmatni pastga urib, diniy e'tiqod bo'yicha kamsituvchi so'zlar ishlatgan. Bu chiqishlar millatlararo nizo keltirib chiqarish mumkinligi aytilmoqda. 25-mart kuni u Abu Dhabi Samarqand reysi orqali O'zbekistonga olib kelinib, huquq-tartibot organlari tomonidan protsessual tartibda qo'lga olingan. Unga nisbatan jinoyat kodeksi asosida ish qo'zg'atilgan va qamoqqa olish ehtiyot chorasi qo'llanilgani aytilmoqda. Qozog'iston rahbari yosh tadqiqotchilarga uy sovg'a qildi. Qozog'istonda yadroviy ilm-fanni rivojlantirish strategik maqsadlardan biri sifatida belgilandi. Kaztag nashrining yozishicha, prezident To'qayev mamlakat atom energetikasi, yadroviy tibbiyot, vodorod energetikasi va sun'iy yoqilg'i ishlab chiqarish sohalarini rivojlantirishga alohida e'tibor qaratyapti. Manbaga ko'ra, so'nggi yillarda mamlakatda ilm-fanga ajratilayotgan mablag' hajmi 3,5 barobarga oshgan. Bugungi kunda Qozog'istonda 25 mingdan ortiq olim faoliyat yuritmoqda. Shuningdek, ilmiy loyihalarga 14,5 milliard tenge miqdorida xususiy investitsiyalar jalb qilingan. To'qayev universitetlar va biznes vakillarini ilmiy markazlar bilan yanada yaqindan hamkorlik qilishga chaqirgan. Qozog'iston prezidenti olimlarni taqdirlash marosimida yosh tadqiqotchilarga xonadon kalitlarini sovg'a qildi, deyiladi xabarda. Tarif urushlarda g'olib bo'lmaydi. Dunyoga qarshi borsang yakkalanib qolasan. Xitoy Xalq Respublikasi raisi Si Zinpinning Ispaniya bosh vaziri Pedro Sanchez bilan uchrashuvida AQShning import bojlariga shunday munosabat bildirdi. Si Zinpinning ta'kidlashicha, Xitoy so'nggi 70 yilda faqat mustaqillik va mashaqqatli mehnat evaziga taraqqiyotga erishdi. Xitoy ishonch va xotirjamlikni yo'qotmasdan o'z yo'lida davom etadi degan u. AQSh prezidenti Donald Trump import uchun yangi tariflarni joriy etishga javoban Ispaniya bosh vaziri Pedro Sanchez Yevroittifoqni Xitoy bilan munosabatlarni qat'iy ko'rib chiqishga chorlagan edi. Ma'lumot uchun, AQSh prezidenti Donald Trump 10-apreldan Xitoy mahsulotlari uchun import bojini 145% ga oshirgandi. BMT Isroildan Suriyaga hujumlarni to'xtatishni talab qildi. BMT Xavfsizlik kengashining favqulodda yig'ilishida ko'plab davlatlar Isroil okkupatsiyasi tomonidan Suriya hududiga uyushtirilayotgan hujumlarni qoraladi. Yig'ilishda Rossiya, Gretsiya, Fransiya, Daniya, Panama va Turkiya vakillari Suriya suverenitetini qo'llab-quvvatlab, ushbu harbiy tajovuzni zudlik bilan to'xtatish kerakligini bildirdi. BMT bosh kotibi o'rinbosari Jean-Pierre Lacroix Damashq, Xama va Xomis shaharlari hamda boshqa hududlardagi havo hujumlari oqibatida tinch aholi orasida qurbonlar bo'lganini ma'lum qilgan. Uning ta'kidlashicha, Isroilning mintaqadagi harbiy mavjudligini saqlab qolish rejalari xalqaro kelishuvlarni buzib, mintaqa barqarorligiga jiddiy tahdid solmoqda. Eng so'nggi va muhim xabarlarni Jarayon informatsion dasturida kuzatib boring. Xayr, salomat bo'ling.